Nima bu? Ha? Nega menga eski mashina oldingiz, oyi? Eski? Ha, yangisi bo'ladi dedingiz-ku. Bolam. Yangisiga pulim yetmadi-da. Shaqir shuqur mashina haydamayman. Ay Produser bo'lib bolajonim, turibdi. bitta yursang yap-yangi bo'ladi-yu. Ajoyibsan-a. Shunga ham necha oy yiqqan pulimga oldim, bolam. Men sizga yangi mashina degandim, oyi. Aka, oyimga rahmatingiz shumi? Tirranchi. Nima aralashyapsan o'zingni o'zi? Nima endi eski mashina olib berganlarga rahmat deyishim kerakmi? To'kilyotibdi-yu bu mashina. Ertaga buni ta'miriga bilasizmi qancha pul ketadi? Voy bolam, bunaqacha to'kilmagan, yaxshilab qarang. Aka, o'zi aslida mashinani o'z pulingizga ishlab olishingiz kerak edi. Yana ham oyim o'zlari yiqqan pullariga olib berdilar-ku. Sen aql o'rgatmaganmi? Bor kitobini o'qi undan ko'ra. Aka, oyimni behurmat qilma, iltimos. Bo'ldi qil dedim senga. Darvozani och, ko'p gapirmasdan. Tavaqa buzoqga o'xshaysan. Bo'l tez.